Hurmatli Inberg kuzatuvchilari, bugungi obzorimiz ya'ni o'sha har doim aytib o'tayotgan apalovkalarimiz haqida. Apalovkaning ya'ni dastlabki boshlang'ich qismi, birinchi o'rinda lazerda kesish jarayonlarimiz, undan keyingi holatimiz mana gipta bukish jarayonlarimizda mana hozirgi zakaslarimizdan biri, ya'ni 1 metrlik Qashqadaryo viloyatiga tayyorlanayotgan apalovkalarimiz. Bu jarayonlarimizdan o'tib kelayotsak, mana svarkalanish jarayonlari. Xo'p, svarkalanish jarayonida ya'ni chala tayyor mahsulot holatiga olib kelyapmiz buni sekin-astalik bilan. Svarkalanish jarayoni, bukish jarayonlari va oxirgi holatimizda ya'ni bizda tayyor bo'ladigan o'sha o'zimizda Lego ommalashgan, ya'ni ommalashib borayotgan, ommalashgan Lego apalovkalar. Kolonna, regel, monolit voha taraflarimizda asosan juda ko'p uchraydigan o'sha hovuzlarda to'liq foydalansa bo'ladi. Yana bir funksiyalardan bittasi o'sha hovuzlarda oddiy apalovka jarayonlarining bajarilishi, stoykalarimizni qo'yilish jarayonlari, ya'ni o'sha monolitlarimizga qo'yilayotgan stoykalarimiz. Hop, bularning barchasi o'zimizda birinchi qo'l ishlab chiqariladi. Xo'sh, bu jarayonlardan ya'ni tayyor mahsulot holatidan kelib ombor holatiga o'tadi. Ya'ni omborimizdagi sotuv jarayonida bo'lgan apalovkalarimiz 40 santimetrdan boshlab 1 metrgacha bo'lgan apalovkalarimiz hozirgi holatda mana sotuv bo'limimizda tayyor turibdi. Bugungi asosan gapiradigan narsalarimiz bular apalovkalarimiz haqida bo'lsa, qo'shimchasiga barcha qurilish materiallarimiz barchasi yetarli bizda, ya'ni lesalar, stoykalarimiz mana barchasi bor, yaxshilab ko'rsatib qo'yasiz. Bu yerda mishalkalarimiz, aravalarimiz, kolonnalarimiz barchasi. Kimga xuddi mana shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin, like bosib qo'yib, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Pastga aloqa uchun nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar.